Hayotingizda shunday inson bormi? Agar bor bo'lsa, uni hech qachon yo'qotmang. Chunki bunday inson juda kam. Insonni qadrini bilish uchun boy bo'lish shart emas. Agar insonda mana shu 4 ta sifat bo'lsa, u juda qimmat inson. Birinchisi, u Allohdan haqiqatan qo'rqadi. Tilida emas, balki qalbidan. Uni katta gunohlar qilishidan qo'rqqanligidan va biron haqqini yemasligidan bilasiz. Ikkinchi, u sizni pullaringizni va sirlaringizni asraydi. Hech qachon sirlaringizdan sizga qarshi foydalanmaydi. Uchinchi, u optimist. U sizga faqat umidni beradi, yaxshi umidlarga chorlaydi. Butun dunyo ishonmasa ham u sizga ishonadi. Sen yaxshisan, sen kuchlisan, bu kunlar o'tib ketadi, men ishonaman deb sizga ishonadi. To'rtinchi, eng muhimi, sizni og'ir paytingizda hech qachon sizdan yuz o'girmaydi. Agar shunday inson hayotingizda bor bo'lsa, uni mahkam ushlang. Bu videoni shunday insonga yuboring.